hozir mashhur aktrisamiz uyiga tashrif buyurdik. Mashinada hech kim yo'q ekan. Yo'q ekan. Ochib kirib ketmoqchi edim. Men Qorbobo va Qorqiz. Assalomu alaykum Lazizaxon, ko'rib turibman. Ko'ryapsizmi? Ko'ryapsizmi? Xo'p, eshikni ochib yuborasizmi? Sizga sovg'a olib keldim. Sovg'a. Voy, nima qilibsizlar? Ochingda nima ish qilib oldingiz? Voy, militsiya chaqirib yubordingiz, manolikka qilib. Bilish kerak. Ocha qoling, endi hozir men sharmanda qilmang. Yopib qo'yishdi, ochishmayapti. Voy, chiqdingmi Shahrizoda? Voy, qulab qo'yishdi ana. Voy, Xalisan, yaxshimisan? Yo, hozir nimaga meni shallaqi dedingiz? O'zingizdan o'zingiz nimaga shallaqi dedingiz? Eshikni qulab qo'yibsiz-da, kirishimga nolikka qilib. Militsiya chaqirdingizmi? Tiu qilib ketdi-da. Spionlaringiz yetdi, qo'shinlaringiz. 007 ku qo'shinlaringizga yetib qo'yganman. Ana sizga gullarni zo'rg'a talab olib kirdim. Uyingizga ko'rmana. Zo'rmi? Yana bitta sovg'a bor mana sizga. Voy, shartmas edi. Nimaligini ko'rmadingiz? Voy, nima bu o'zi? Nima deb o'ylaysiz? Nima bu? Pampers-ku. O'zingiz yo'qsin degdingiz. To'rtinchiga yo'qsin. Uqtirib olib keldim. Mana siz ham xudo xolisa to'qsiz, mana shu tomikoni ishlatasiz, xo'p? Zo'r deyishyapti. Ha, ishlatasizmi sizga? Olib qo'ying, bolalaringiz yetasiz. O'zini sog'amiz. Bormisiz? Rahmat, yaxshimisiz? Mana buni sizga taqib qo'yamiz. Yangi uyli muborak bo'lsin. Zo'r bo'pti, uyingiz chiroyli bo'pti. Rahmat. Arzimaydi. Necha pulga tushdi uyingiz? To'g'risini aytsam bilmayman. Bilmayman deb aldayaptilar. Yo'q, aldaganim yo'q, chunki necha yil qurdik. Qancha to'xtab, birinchi fundament, keyin necha yil qurdingiz? 10 yil, 5 yil. 5-6 yil. 5-6 yil. Unda yaxshi. Xullas, qarang, sizni domingiz bor edi, keyin dachangiz bor edi. Ular nima bo'ldi? Endi dachamiz turibdi. Domchi. Domimizni endi bitirish uchun sotib yubordik. Sotordinglarmi? Yaxshi qilibsizlar-da. Mehnatning tagi rohati bekorga ketishmaydi. Har kuni munojat opamni to'yda ko'rdim. Hech qachon vaqtlari bo'lmaydi ovqatlanishga ham, to'g'rimi? Har kuni u yoqda, bu yoqda necha puldan garanlar olasiz, bu yoqqa keling. Uni aytasiz qachon to'ylarga? Endi to'ylarga endi $700 deymiz. Deysiz? Endi baribir xalqimiz, endi har xil nima sharoitdan kelib chiqib. Bu yoqda nima bor bo'lxonangizda? Voy, bu hojatxona. Yo'q. Ko'raylik. Nima kichkina? Bo'ladi endi. Bitta donami? Yo'q. Voy, ana. To'rtta. Mana bitta oshxonami? Yo'q, oshxona. Chunki bitta ko'raylik. Voy, adajonimiz qo'llarini o'ynatib bizga bugun ujin qilib berdi. Chiroyli ekan-a, oshxonanglar. Mana bitta klasslarni ovqatlab pishirib, videolar qilsangiz bo'lar ekan-a. Chiroyli ekan. Qo'l bola qilib oshqo'yamiz sizlar. Bizga endi nasib qildi. Qaynam yaxshi ko'radilar-da. To'g'risini aytsam, bu oshxonani xo'jayinimlar o'zlari uchun qildilar. Ya'ni men bu stolishnisalarga men norozi edim. Men chiroyli divan kreslolar, divan kreslo xohladim, lekin men-ku ishlaydigan bo'ldi asosan, sanamassan-ku deb shunaqa yasatdilar, lekin haqiqatan kerak ekan, xamirlar yoyishgan zo'r ekan. Zo'r ekanmi? Men pecheni ham zo'r ekan. Tevalik xodimchi ketdi. Qo'lim toza, hozir yudim. Kiring zalga choy qilamiz. Hamma chiroyli seriallarda hammasida o'ynayapti. Gulnoza Saidova. Shallaq qizmi? Voy, shallaq demang. Bu xolodilnigingiz. O'zi ana xolodilnigimiz. Bitta nima bor? Bu ham почти pomidor bodring turadimi bitta? Olmalarmi? Bu yerda endi xolodilnigimizga sig'magan narsalar bu yerda turadi. Issiq ekan bu. Keling. Amti ko'raylik, nima bor ekan? Keling. Buchi? Bu ham voy, bu bo'shab yotibdi, ochib turmay odamni. Hech narsa yo'qmi uyda? Etis bozorlik qilib berardik, pulni bersangiz. Bu bo'ladimi? Bolalarimizni suti. Sut ichasizlarmi? Bizada bolalar sut ichadi. Bu nima bu? Semchkami? Bu yo'q, buchi vareniya. Shunaqa vareniya bor. Ermakdan shunaqa vareniya chiqqan ekan mana. O, zo'r ekan-a? Kichkina ekan-da. Chaqaloqlar Zavtraklarga zo'r-da. Kakani gostinka Sariyolani ustidan. Zo'r ekan buchi? Bu xolvatar. Voy, shunaqa ham bo'ladimi? Yaqinda buvimni tug'ilgan kunlariga xudoga. Ximikatli ekan-da o'zida. Ximikat emas, xolvatar tabiiy. Bu kim? Bu bo'g'im og'rishlariga, og'riqlarga yaxshi. Bo'g'im og'riydim sizda. Menda ham. Hammada bo'g'im og'riydi kerak hozir. Qarab
qarichilik. Почти. Biz 18 yoshmiz, unaqa demaymiz. Bu nima xona? Voy, bu bizani bolalar bilan ovqatlanadigan joyimiz. Mini oshxona-da bu. Ha, mini гостиный. Gostinniy. Ney. Ketdik. Gostinniy. Xonalaringiz ko'p ekan, shuning uchun tez ko'rishimiz kerak, ha? Yo'q, qolganlari remont bo'lmagan. Ha, bo'lmaganmi? Ha, remont qilamiz unda. Hali ham uyda yangi yil ekan. Ketyapti. Voy, bu yangi yilcha hech tugamadi. Bolalarga aytdim, yig'ishtirib tashlaylik barchalarini, desam yig'ishtirishmadi. Yangi yil qilib qo'yishdi. Bu yerda nima? Bo'tga kirish yo'q. Bo'tga kirmang, xo'jayinim jahllari chiqadi. Beganda kirish mumkin. Voy, beganda nima? Shunaqa. Hay, kirmanglar. Voy, sharmanda. Voy, sharmanda. Deb qo'ydingiz. Ammo paradga qilib qo'ymizmi? Hamma narsani. Men qayerdan bilaysiz kelishingizni? San kirib qo'ydingmi hamma yoqni? Ha, u meni xonam bor. Voy, bu san xona emas, usmonlik-ku. Voy, opa ham yotadilar. Ha, bu hamma. Ha, bu opa o'zlarini xonalari qilib olganlar. Mana buni xonasi ham bor mana. Mana ko'ring, mana. Voy, bu yerda nima qolding sen? O'zi bo'tga kirg'izish kerak emas-ku, lekin buni xonasini ko'rsanglar mana. Buni sizni spalningiz bu spalnik qoldi. Mana buni bo'tda spalnisi bor mana. Zo'r ekan-ku. Mana bu rozve nima chiroyli ekan-a? O'zi rozve narsalar chiroyli bo'ladi-da. Siz bilan menga o'zi yarashadi. Ha, shada. Mana opam mana shunaqa spalnik qilib olganlar. Spalnik-da. Telefon o'ynab yotadi. Voy, bekinib-a? Eshik yopilib qolmasin, Ana mana hamma uxlayotgan payt ikkigacha telefonim o'tadi. Bo'ldi. Spalningizda. Bo'ldi, ha, bu endi. Er-xotin, Ha, xo'jayin Bu o'zlari. matrlarmi? Ha. Bu kimniki? Voy, kirib oldinglar, chiqing. Zo'r ekan-a, mana bu. Bilasizlar. Ha, matr zo'r ekan-a. Kimniki bu? Sovg'aga bo'lmaydi, sovg'a. Sovg'agan, voy, rahmat. Menga sovg'aga berishgan. Menga sovg'at bo'ylab. Hozir ko'rib qolib xafa bo'ladilar. Kim? Bitta opaxonim. Lekin zo'r ekan. Ayting opaxonangizga, ashta zo'r atir beribdilar. Birinchi marta ko'rishim shunaqa atir. Voy, ana. Sharmanda. Men pastida nima bor? Voy, sharmanda. Pastda garderobli bor, menimcha. Voy, pastda podval. Podvalga Bu yerda chiqamiz. ko'radigan hech narsa yo'q. Asnayko. Men уже eshitib bo'ldim, pastda garderob bor ekan. Mana hozir bizda podval hech narsa yo'q deb hamma narsa bor ekan. Hozir ko'ramiz. Bu yoqda nima bor? Sharmanda bo'lamiz el yurtga. Bu yerda ham zal bor ekanmi? O'ldir. Mana. Bu yerda ham zal ekan. Muzdek faqat. Stolda nima bor? Yong'oqmi? Nima bu? Qanaqa yong'oq? Yong'oq. Qanaqa? Ha, olib yeb ko'ring. Yo'q, yopiq ekan. Bu nima kun issig'ida yozda muzdek bo'ladi deb podval. O'shaning zo'r uchun ekan, muzdek ekan. mehmonlarni ham kutamiz deb niyat qilib shunaqa podval qilganmiz. Yaxshi kengin uy ekan. Hammasi nima bo'ldi? Ha, Ay, bu bardak, Sen kirmaydi. ayting. Ey, jim, syomka ketyapti. Ketyaptimi? Bu yoqda nima bor? Voy, Aziza, bu bardak, bu bolalarning xonasi bo'ladigan. Bu bardak xona ekan. Bardak bo'lib yotibdi bo'tlar. Bolalar xonasimi bu? Nechi bola-yu? Endi ko'z ko'chib keldik-ku. Ha, bilaman, ko'chganingiz. Bu yerda nima bor? Bu agva xona, o'tga ham kirish shart emas. Voq ko'ring, o'zim ishonaman. Suv, ana isitgich, sovutgichlar, Ha, simlar. shunaqa nimalar. Kraskalar bor ekan, hali remont bitmabdi, ko'rdingmi, chaqiring? Bitgan. Bitmagan. Bitgan nima shu uy? Ha, bitgan deyapti qizingiz. Bu yoqda nima? Voy, hey, u yoqqa kirmang. Bu yoqqa kirmang. Nima bor bardak ekan? yoyilyapti. Olib ko'ringlik. Yo'q, endi Ko'rka ochib beramiz shuni. Lazi, qo'ying. Cho'tga kirmang, bu yerda Voy, spalni ekan-ku, aldabsiz o'tda mani. qarang, yo'q, Kim o'tda spalnisi qarang. bu? Tozalash kerak-da butlarni. Spalni shoda ekan. Mani u yoqda deb aldabdilar. Ko'rasizlar, mana hamma yoni bardak qilib tashlabdilar. Yo'q, bu mani garderobniyim. Sizni garderobingiz ham spalningiz. Mana shlapalari. Buni qayerdan olgansiz? Necha pulga? Voy, esimda yo'q. Chiroyli shlapa ekan. Chiqinglar. Ayya, papaya 30 000 bo'lib dollar. ketdi. Mana qaranglar shlapalarini, kiyimlari, mana sumkalari. Shahriyor, unaqa qilmang. O'xti, mana bu tuflilaringiz zo'r ekan. Necha pulga olgansiz mana buni? Buni necha pulga olgansiz? Bilmayman buni ham. Ne bilmaysiz? Kiyganmisiz deb so'rang. Kiyganmisiz? Hali kiymaganman. Bu nima bu? Shubami? Shuba. Qizingiznikimi? Yo'q, bu meniki. Siznikimi? Chiroyli ekan. Necha pulga oldingiz? Dubaydan olganman. Necha pul bu? Voy, arzimagan bu. Necha pul arzimagan? Esimda yo'q. 10 ming, 20 ming. Voy, yo'q, bu naturalniy emas. Ha, yo'q-a? Ha, bu Hamma aytadi-ku, voy 10 ming dollarga oldim. ekomex bu, yo'q, bu. Ekomex, ha? Arzon. Rosa chiroyli ekan ekomexlaringiz. Qarang, ranglari bor ekan, har xil. Yashil magazin qilib sotarsiz ham bo'lar ekan. Mana bitta naturalka bo'lsa kerak-chi? Ha, bu Naturalniy bular? ha, bu naturalniy.
Men bilan olib ketsam bo'ladimi o'zim bilan? Yo'q. Men o'zim bilan olib ketaman. Hoy, yoqib ketsin. Voy, meni eng yaxshi ko'rgan shubam-ku. Meniki ham eng yaxshi ko'rganim bu. Voy, Men olib ketaman. Siz ham bilasiz, nimani Ha, olishi, mashinaga, rahmat. Eng chiroyligini Rahmat, olishingizni qarang. Voy, olib qo'shlarni qarang, tavba qildim. Hazillashib ham bo'lmaydi oyim bilan. Qizg'anchiqman. Ketdik tepani ko'ramiz. Voy, voy. Bu yoqqa. Mana sumkani ko'ring. Laziza, mana shu shubamni ishonasizmi? Tushmadimi? Laziza, mana shu shubamni ishonasizmi? 20 yil bo'lgan olganimga. Yo'g'i. Endi sig'di, endi kiyaman. Hamda pul bor deb eshitdim, shu rostmi? Seyfinglar qayerda? Seyf yo'q bizda. Aldamay. Qurilish qilgan odamda seyf ham bo'lmaydi, pul ham bo'lmaydi. Pul tugadimi? Tugadi. Yo'q. Vay. Ming pul yo'q bizda. Bizda bitta tangi bor. Tangani beryapsan. Ha, men bitta bana kashiro topib qoldim. Ukammi kashiroga? Bu o'g'limmi kashilo? Pul bormi? O'g'lim pul yig'adi bu yerda. Yo'q, juda pul. Yo, bor. Bormi? O, ana bor ekan, akras. O'g'lim Boy ko'pada ishlaydi. Mana ishlaydi, mana shunaqa Молодец. mayda dollarlarga ishlaydi. adam boy ana pullarni Berasiz berib, Ha, bu pullarni to'yda chalganda pul oladi. Ha, siz berasiz. Hech puldan berasiz o'g'lingizga. Hech puldan oldingiz? 50 mingdan. Ana. Voy, buncha kam berasiz. Voy, молодец! Sen zo'r bola ekansan-ku. 50 mingdan. Angiz dollar chiqarib berdi. 50 mingdan yig'ib mana shuncha Pul yo'q pul deyapti uyingizda mana. Pul bor ekan. Bu meni pulim emas. Bu uyingizni puli-ku, to'g'rimi? Voy, yirtasan. Ketdik. Sizlarniki ma bu Voy. sizlarniki. Ham yurt bor. Tepa ham bor ekan. Voy, Qarsillar. qarsillashingizni qarang. Sizga kim aytdi 1 yilda ikkita tuqqan deb? Erim. Hamda pererif bilan tug'sanglar Mana bo'ladi. tug'san deyaptilar, nima qilay? Voy, voy. Anaqa Merso beraman-ki, gelik deyaptilar. Ha, Lexus yo'q. yoki Ferrari qaysi birini olib bering dedilar. Keyin umuman zinadan yura olmay qolmay yana. Keyin men aytdim, ozgina dam olaydi deb. Voy, bu yerda nima bor? Bu xudo xolasa endi Ha, bu Er xotin. xotin. yo'q, bu Kim spalnisi? hozir endi biz bu yerda kir yoyibamiz, o'zi. Voy, как раз elektrический kiryoda kerak edi. Qutlug' uydan quruq ketma deyishgan. Shuni bekitib qo'y buni. Voy. Shuni voy Laziza Mag'zab pul apasini badal ekan, qilay. shuni bekitib qo'y. Bu kelajakda kelinning xonasi. Bo'pti, menga ekan. Rahmat. Yo'q, bu sizga emas, bu sizga emas. Ha, Bosh bo'ldi, rostdan ketayotganingizda berib yuboramiz. Bo'ldi, mana shu yerda turib tursiz. To'g'ri. Hozir bardaklarim tushmasin dedim de. Hamma bu musorlar yo'da. Voy, Shunaqa. Voy, men bitta ham kiyimlaringiz bor ekan. kiyimlar sig'magandan. Kiyimlar ko'prikdan. Hammani kuydirasanmi? To'g'rimi? Bu yerdachi, mana ko'ringlar, hamma narsani ko'rib tashlaylar odamlar. Voy, ular eski kiyimlari. Ha, bitta kiyimlar bor ekan. Mana ko'ryaptimi? Mana Shahrining kiyimlari, atlaslari, ha? Sani kiyimlaring? Ha, sen o'sha qaqas. Kel, Bu kel. yerda tualet vanna. Bu endi kelajakdan kelinga O'xtay, chiroyli ekan, kattaga. Bashtkang zo'r ekan. bolasi bo'lganda qiynalmasin deb. Молодец. O'g'lingiz o'rabsiz-da. O'g'lingiz necha yosh? 14. Hali ancha bor ekan. Ungacha Xodimiy bo'lib qoladi vaqt. xudo xohlasa. 3-4 yildan keyin uylantiramiz. Bu yerda nima xona? Bu qizimning xonasi. Qaysi birini? Samiranimi? Samirani xonasi. O'xtay, Samira xonasi ham kattagan ekan-ku, mana. Samirchigan xonasi bor. Bo'yanadimi Samira? Hali kichkina qiz bo'yantirmay. Men nomiga bo'yanadi. Nomiga ham bo'yaman. Kichkinangiz ham 17 yosh. Ha, yo'q, 18 keyingilarga berar ekansiz-da. Angulla kim badal qildi qizingizga? Buni menga adasi podarka qilganlar, uning ichida pullari bor. Direkt naqa Yangi pullarni dollarlar. sovg'a qildim. Молодец. To'g'irlab qo'ying, shuni bolalar yoyib qunuq qilib Bu tashlashdi. Yusufbek xonasi ekan. Voy. Mana Yusufbek xonasi. Ay. Voy, ne joy to'g'irlab qo'ymadinglar. To'g'rilab qo'ymaysanmi Yusufbek mundoq qilib? Ibrohim. Ibrohim chiroyli qilib. Mundoq qilib, to'g'rilab qo'ymaysizmi? iPhone'ni bermayman. Voy, iPhone menga Siz ber. kelishingizni bilganimda Chiroyli to'g'irlab ekan. qo'yardim. Mana kiyimlar Yusufbekni. Voy, Ibrohim, смотри, какой бардак. Printerlarni bekitib qo'yibdi o'g'lingiz. Bu reklama. Ha, mana shunaqa bekitib yeydi-da bular. Bekitib yishargan ovqatlarni. Bu yerda nima? Ko'la bor tepada. Voy, ko'la ham bekitib qo'ydi. Bekitib bular kola ham ichadi. Mani tualet ekan bu yerda. Reviziya Kir qiladi. mashinalar bor ekan-ku. Ha? Kir mashinalari bittami? Ha, hozircha bitta. Hozircha bitta. Ikkita deyapti-ku. Yo'q, bitta. Bittami? Bu Shahrizodaning xonasi. Sani xonangmi bu? Voy, chiroyli ekan-a. Bo'tda mana yoqtiradi. Qani? Uxtay. Mana bu sumchka ham sanikimi? Asal ekan-a. Rosa chiroyli ekan sani xonang. Uxtay, ana ko'yinlaring qaragan. Kim olib berdi senga bularni? Oyim.
Adingchi. Dubaydan olib keldilar. Ha, Dubaydan olib keldilarmi? Men boyim. Qani? Bu yerdacha. Bu yerda mana. Mana kreslo saniki, a? Ne bet turibdi kreslo? Spanniyada turibdi. Bundoq mamki tarvorma, yiqilib tushdim. Voy voy voy. Videoga qilgan uchunmadim. Voy. Voy, ana. Malades. Voy, Bo'ldi Shahri bu. endi esa qorong'ishdi. Ovqat yeyishga tushamiz. Yo'q, demaymiz. San yemasdan ham bo'ladi, deymiz. Mana va nihoyat biz zalga kirdik va zalda biz kabritdan uchratdik. Voy, hali kim ichadi bu kabritdan? Sizmi? Yo'q. Ha, sanmi? Hali ham ichasizlarmi kabritdan? Shahrizoda qizimiz ichadi. Rostdan. Ha? Voy xudo. 5,5 yosh bo'lsa ham butilkada hali ham sut ichadilar. Mana bilib oldinglarmi kabritdan? Siz rosa reklama qilib maqtadingiz-ku. Yoqdimi? Endi bu etik sutda shancho. Ona sutiga ham. Sutingiz yo'qmi? 5,5 yoshda sut qolar ekan. Mana saniki ekan bu. Mana qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi. Endi olib chiqamiz. Voy, Voy, mana bu xursand. По крайней мере, не умру, как один. Мне уже 33 года. От самого адмирала Бейсли. 6 флот. Я сегодня впервые ездил. 11-da 13-30da. Qoling bo'lmasa. Sen jim turga aralashmagin. Kirma вообще. Voy, Gulnoz, kel. Mana aytdim, o'rtog'im keldi deb. Taqotsa. Tinchlikmi? Siz bilan gaplashib olaylik. Turing. Xo'p, nima bu? Yo, hozir nima mana shallaq dedingiz? O'zingizdan o'zingiz nimaga shallaq dedingiz? Men demadim, просто rolingizni aytdim. Ha, rollarda o'ynayman, to'g'ri. Shallaqni ham o'ynayman, mehribonlikni. Lekin men hayotda hech kimga shallaqlik qilmayman. Bildingizmi? Men qarasa. Nima bo'pti? Nima bo'pti? Unaqa deganlar. Senga shallaqa deganda meni tarafimga olmadingmi? Yo, meni o'rtog'im unaqa emas demadingmi? Munosib, biz rolingizni aytdingiz, o'zingiz aytmadingiz. Yo'q, ana shallaq o'rtog'ingmi dedingiz? Eshitdimmi, bildingizmi? O'ylab gapiring, gapiradigan gapingizni. Opta o'chir.